Teşikmo. Teşlikmo, görüşkənimdən xoşalman. Ben şu. Teşikmo, ben Adres. Teşikmo, mən Gilan. Teşikmo Gilan. Mən Kristof. Teşikmo Kristof, ahvalınız qanday? Yaxşı, rəhmət. Çoğun boğanda nemi qığınız ba? Mən ma. Çoğun bağandın kiyinma? Rəhmət. Bu nəhayət yaxşı sual boldu. Mən çoğ bolğanda çoxum sağlam çoğ bolaman. Demək ki, oğlum özünüzdə əmdi çoğun bolmayman deb qardınız, şundaqmı? Mən əzəldən ügünüşünü toxtutub baxmadım. Əlbəttə, şundaq. Ondaqda çoğun boğanda nemi qığınız ba? Arzuyumni dəmdim. Doğru. Mening chiroyli kiyimlarni loyiligim bor. Komediya artisti bo'g'im bor. Lekin men buni hech kimga deb baxmagan. Madonnadek bo'g'im. Madonnadek. Yaxshi ko'rgan odamlarimning holidan xabar olg'im bor. Mening bir aktyor bo'g'im bor. Nutq so'zlaguvchi bo'g'im bor. Ushqichi bo'g'im bor. Futbol treneri bo'g'im bor. Futbol terneridən. Öz betilishini to'xtab qalsangiz qanday qo'ydi bo'lasiz? Cho'qim nurg'un yillardan keyin o'zgargan mushtirqimni yaxshi ko'raman deyman. Bu hayotlikdagi nəhayət mühim sual. Mən o'sib yetilishdan to'xtab qalsak qanday bo'ladi deb o'ylayman, lekin to'xtab qilishimiz mumkin emas. Nurg'un og'irnishlarni unutib, tamkin holda olg'a ilgarilishim mumkin. Menimcha bizning isrof qilgudak uncha ko'p vaqtimiz yo'q. Qaytadan to'rilsam, cho'qim arzuyimni amalga oshirgan bo'ladi. Navoda rostli shundaq fursatingiz bo'lsa, bu fursatni chin tutishni xohlamsiz? Albatta, shartsiz xohlayman. Men sizdan kasbiy trenerlik salohiyat genişkisi elishingizga yordam beray deyman. Parvardigorim. Ya'ni sizni kichik bolalarni mashqlantirishga o'rinlashtirsam, shuning bilan siz amaliy mashqqa qatnasha olasiz. Meningcha qizlar futbol komandasining treneri bo'ladigan ayol o'ziga ishonishi kerak. Qandayroq? Nəhayət yaxşı. Bu yoq Nourin. Ko'rishganimdan xo'shalman. Bo'lamdi. Albatta, sizga Rasma ko'p rahmat. yaxshi. Amsi mayli. Biz bola vaqtimizda o'ynaymiz, fikr qilamiz, nurg'un narsalarga intilamiz. Lekin biz Qur'onimizga yetgandan keyin intilishlarimiz sustlashga boshlaydi. Depinga. Hadi ishkimiz kishilar o'sib yetilishdan to'xtab qolmasligi, davomli o'ziga jang e'lon qilib turish kerak deb qaraymiz. Kasbiy erishga tayyorlaning. Men izchil kishilarni arzu qilishdan to'xtab qolmasligi, burunqiga o'xshashda to'xtovsiz o'sib yetilish kerak deb qarayman.